Kecha kuni bilan bolalarim bilan birga maza qilib vaqt o'tkazdik. Biz birinchi ishxonaga borib, men bilan 6 soat ishxonada o'tirishdi. Rasm chizib, kulolchilik bilan shug'ullanib, keyin biz parkka bordik. O'rtoqlarim bilan ko'rishib, parkda baliqlarni ko'ramiz deb kelishgandik. Maza qilib baliqlarni tomosha qildik. Faqat qo'rqinchli joylari ham bor edi. Bitta moment bolalar tushib ketadi deb o'yladim. Qo'rqib ketdim. Keyin o'rtoqlarim kelishini kutib tura olmadim. Qornim ochdi, sirasi ovqatlanib oldim. Keyin ular kelishganda ular chopilganini his qilib xafa bo'lishmadi, chunki ular bilishadi meni. Ishdan kelayotgandim. Shuning uchun maza qilib bolalarim bilan, o'rtoqlarim va ularning bolalari bilan tanishib, birga baliqlarni boqdik, kachelalar uchdik. Xullas maza qilib birga vaqt o'tkazdik. Yaxshiyamki, yakshanba kunga plan qildik, yakshanba, shanba kuni bordik. Ato bugungi havo bizga bunaqa maza qilishga imkon bermasdi. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga rahmat, Allohga omonat.